naqdek qadılib turib dedi. Birer kuni kechda o'ltirsak, qanig'ich mungdasak deydi. Kechda? Yotoqqa kirmaymi? Undaqda qandaq bo'ladi? Kunduz deysakmi bo'ladi-ku? Adash, birer kun kechda yotoqqa kirmaganga aytish bo'lmaydi. Mening yotoq binosining boshlig'i bilan ko'nglim yaqin ekanligini bilmamsan. Lekin shundaqdimi? Lekin fikringni qo'ya tortiq adash. Amsi shundaq kelishdik-a? Mush shanba kuni kechda men yotoqqa kirib ketaylik. Bu nima deyishimni bilolmayla qoldim. Kechada yotoqqa kirmasak, boshqalarning qo'lqog'i tushib qolsa, gap emasmi? Lekin birsi ota-oydan chaqirsa, rad qilsam bo'lmas. Lekin yana bir fikrga kelib bo'lmay, chikkinish ichida ma'qul bo'lish qaroriga keldim. Balkim biror kun yotoqqa kirmasak, Zohida degandek hech ish bo'lmas. Uning munosabat doirasi xeyli kam. Chatoq chiqmas. Neni qizlar bog'i? Har hafta aeroplanda o'ltirib, ishlarga berib o'ynab keladigan. Biz ya undaq pasishlarni qilmasak. Shanba kuni kechda deyishganimiz bo'yicha maktab darvozasi oldida ko'rishdik. Zohida ikkimiz shundaq esil yosinib, xuddi moda zamonaviy xonimlarga o'xshab qolgan edik. Hammasi mushu Zohida degan jinning hilisi. Eliqi oshpaz balimi ayol bo'lmay chiqdi. U bugun boshqacha esil yosinib olgan bo'lib, kostyum burulkalar bilan xeyli iskat kirib, qamlashgan yigitlardan bo'lib ketgan edi. Sizlarni saqlab qo'ydim, qaldiram. Deydi u chaqchaq aralash. Amsi davaymi? Voy, siz oshpazdingiz, endi navoy bo'lib ketdingizmi? Nima davoy deb yurasiz? Dedi Zohida o'ynashib. Uning gapi bilan kulishib ketdi. Amal yo'q yana emasmi? Hammasi o'xshash. Mana, hammasi mangayli. Shundoq qilib kechilik safari uchun otlandik. Biz oldi bilan u oshpaz bolaning oshxonasida toza to'yg'icha qizalandik. Andin uning mashinasiga chiqib, shahar sirtidagi menni ismini anglab baxmagan bir diskoxonaga berib o'ynash uchun yurib ketdik. U oshpaz bola pat-pat mashina aynigidan menga qarab ko'zini qisib qo'yatdi. Menni xijil bo'lib, illiq jilmayib qo'yatdim. Zohida bo'lsa, allaburun mashinaga yo'linib, qiysig'ancha ko'zini yumib, uyquga ketgandek jim yotatdi. Biz oxir ko'zlagan manzilga yetib keldik. Lekin meni to'limi ajablantirgani, bu diskoxonada xo'jayini va bir qancha mulozim bolalardan boshqa hech kim ko'rinmaydi. Men shahar sirtida bo'lgandan keyin sodasi ancha yaxshi bo'lmasa kerak deb ortiqcha o'ylabmi ketmadim. Oshpaz bola bu diskoxona xo'jayini bilan burundan tanishib, yaxshi o'tsa kerak. Xuddi uzun yil ko'rishmagan og'inilardek shundoq qizg'in ko'rishib ketdi. Lekin qizqarlig'i Zohidami u xo'jayin bilan shundoq qizg'in chaqchaqlashib ko'rishdi. Oshpaz bola uningga mening qiz do'stim deb tanishtirganda, yuzlarim xijillikdan qizirib ikki yerga qarab oldim. Biz o'zaro tanishlik berishgandan keyin alohida bezalgan ustalga kelib joylashib o'tirdik. Qani, ko'ngillar nima tadi ekan? So'radi xo'jayin bola Zohira ikkimizga qarab. "Adil bo'lsa bo'ldi", dedi Zohira tatliq kulib. "Azroq ushaq-tushak yemakliklar bilan ichimlik bo'lsa bo'ladi." Qanamsa, qizlar ishlaganni o'zingiz tanlang. Xo'jayin shundoq deyishiga Zohida o'rindan turib, uning bilan yurib ketdi. Ustalda endi oshpaz bola bilan ikkimizla qolgan edik. Nimadandir tartinib o'ltirolmayla qoldim. Qanday? Yaqinda men ko'zlaringiz yaxshi totamdi. U shundoq degach, qo'limni tutib oldi. Andin yanjuqidan bir narsa chiqadi. Bu oltin bo'lakka. Az bo'lsin mening ko'nglim. Yo'q, dedim ham vuduqib, ham qizirib uning bu ishidan suyunib. Bu so'g'utingiz bek cho'ng bo'lib ketibdi. Men qabul qilolmayman. Ko'nglimni qaytirmang, dedi u qat'iy holda. Meni yiqadimingiz ko'rsangiz, gapimni anglang.
Men sizga o'z qo'lim bilan taqab qo'yay. Men bundaq samimiy mehr muhabbatdan bahramand bo'lmag'ili qancha uzun bo'lgan edi, ha? Gerçi bu sevgi mehr bo'lsa-mu, Akbar degan vijdonsiz, oli ko'ngil bilan yurib, nimaga erishgan edim? Oxirda erishganim tunji sevgim badaliga bitgan chin sevgimning poymol qilinishi bo'ldi-ku. İnsoniy mehrlar, sap insoniy mehrlar odam uchun ajoyib qudratga ega ma'naviy uzuq bo'ladi. Onundan shundoq suyunib ketdim. Angacha Zahida bilan xo'jayin bolamiga yetib keldik. Birer qur paranglardan keyin so'rinimiz rasmiy boshlanib ketdi. Meni bayotimdan beri ansatgan ish oxir yuz berdi. Ularning menga haroq so'rlab turib olishdan qo'rqib turgan edim. Zahida laq qizil haroq to'ldirilgan rumkani so'ndi. Oppoq adash, bilsan-ku, mening azaldan haroq ichmaydiganligimni. Onunga o'tinish nazarda qaradim. Hujjun tatlı qadash, bu degan qizil haroq mast qilmaydi. O'zingni xuddi qizilcha ishlatgandek his qilib bir ko'tarib yeta. Onun gapi oxirlashmay turibla, xo'jayin bola so'z qatdi. Shundoq, qizlarni mast qilish kuchi yo'q. Zayda deb turulg'ashqa, eng to'm fursat qarang tanladik. Qani, tunji tanishganimiz uchun, bundan keyingi do'stligimiz uchun tikilib qoldim. Azaldan qizlarning haroq ichishini yoqtirmaydim. Onun üstüge mendek Xotan diyarida tug'ilib o'sgan bir qiz uchun bu nihoyatda ig'ir ish edi. Kichaymi, ishmaymi degan tanlash, rad qilish o'ttirsida kallamda nurg'un jidallar bo'lgandan keyin birdilla Akbarning g'oliblarcha chiroyi. Uning menga aytgan, siz bilan faqat o'yin uchun aralashgan edim degan so'zlari quloq tubimda yangrashga boshladi. Men onundan o'ch elish uchunla bu oshpaz bilan aralashgan. Endi shuningdan yana o'ch elish qalbimdagi saqaymas yorini. Azoblarimni birdamlik bo'lsa-mu unutish uchun romkin qo'limga elib ko'tarib etdim. Boshda haroqning badbo'y puruqi gelimni etishtirib, azroq ses turgan bo'lsa, keyin nihoyat silaqli o'tib ketdi. Happali adash, xo'rozdagi xo'dak ish qilding. Zahidaning gapi bilan hammasi chavoq chelib, sho'rqurishib ketishdi. So'rin davom qilyotdi. Biz o'zaro allaqanday ichki sirlarimizni aytishib, nihoyat xushal o'tirdik. So'rin o'tirsida oshpaz bola bilan necha maydon tanzi usulni o'ynagan bo'ldim. Uning menga yevatkidek qarab turgan ko'zlarini ko'rib, azroq vuduqib, qo'rqib turdim. O'zimni shuncha tutib olishga tirishgan bo'lsam-mu, beshim zing'ildab og'rib, xuddi yo'g'on bir tosh meni besib olib, o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'lgandek bilinadi. Badallarim qizib, faqatla bo'lanmay qoldim. Bir chaqda beshimni ustalga qo'yib, azroq aram aylanmoqchi bo'lganimni bilaman. Qolgan ishlar esimda yo'q. Bir kanda qabohatli bir qo'rqinchli tushdan cho'chib uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochsam, notunishli bir yerda yotaman. Butun atrof qop-qorong'u. Sirtdan vahimalik sovuq qush quritadi. Nima ishlar yuz berganini, o'zimning qandoqlarcha bu yerga yetib qolganimni qancha o'ylabmi aslayolmadim. Faqat beshim zing'ildab qattiq og'irmoqda. Badallarim ig'ir emgak qilib g'arg'illiq tortgan kishidek holsizlanmoqda. Zahida qayerdikini? Shularni o'ylab, qo'limni siypashtirib, yenimdagi birsini tutdim-da, qattiq titrab ketdim. Yuraklarim hozirla sakrab chiqib ketadigandek so'qib, ritmni tezlashdi. Ah, Xudo. Men nima gunoh o'tkazib qo'ydim? Kallam qop-qorong'u. Bosh oxiri yo'q, chigish, gadirmash xiyollar meni o'z istensiga elib, holsizlantirmoqda, azoblamoqda. O'rnimdan turmoqchi bo'lib, qo'lim bilan badanimni tutibla, qo'rqqanimdan yuragim og'zimga kaplashib qoldi. Mustaqan yurak
Mazkur asar To'qqizsaroy munbiridagi Aziz Emir Yong'inning Muz tutgan yurak nomli asar bo'lib, ovozga elib tayyorlig'ichi o'rin To'qqizsaroy ovoz tahrirlash ishxonasi. Asarning ishiltish huquqi To'qqizsaroy tor bekitiga tava. Amgikimizga hurmat qiling. Kiyimlarimning hammasi silingan. Ondan tug'ma holatda edim. Ko'zlarimdan yoshlar yepi uzilgan marjandek to'kilishga boshladi. O'rnimdan turib, u yer bu yerni siypashtirib yurib, tokni oxiri yondirdim. Uy ichi birdilla pallada yurib ketdi. Karvatda oshpaz xotirjam uyquga ketgan. Kiyimlarim karvat usti va yerda qalayimqon chechilib yotmoqda edi. Hushimni yo'qotib qo'ydim-yu, bersi bo'ldim. O'z yoshligimning mushundaqli to'zib ketganligiga echinib, o'ksib yig'lab etdim. Lekin u hayvon hech uyg'ondigandek emas. Ko'z yoshlarimni aytganimcha kiyimlarimni elib kiyishga boshladim. G'azabimga paylamay u hayvonni o'ldirib etishni o'yladim-yu, yurtdagi mehribon ota-onam. Başlangıçda o'qiydigan ikki o'maq qo'shkezak singlim ko'z oldimga kelib, bayotinqidanmi bakrak qattiq un selib yig'lab ketdim. Agar uni o'ldirib qo'ysam, bu ishim tarqab ketib, maktabda o'qiyamayli qolmasdan mangulik pushaymonda qolatdim. Mana hozirmi mangulik pushaymon yoshlarim yomg'irdak eqib tushmoqda. Bulg'angan badanim chiyqirab nola qilmoqda. Xeyligicha ezilib o'ksingandan keyin o'zimni tutib elib, bu iblislar qo'ynidan chiqib ketmoqchi bo'lib, o'zimni sirtqa atdim. Lekin ko'zlarim karvatdagi qizil gulbargidek qip-qizil qon donchilariga tushganda, teximi bo'g'ilib, yig'lab ketdim. Sirtda qattiq shamol chiqib, xuddi mening nonlarimga tang jo'r bo'layotgandek huvlatdi. Soğuqdan beşimga kelgan bu echinishli qismatlardan jaloqlab titratdim. Yoshga to'lgan ko'zlarimni tasdi echib atrofga qaradim. Shamolning kuchayishiga ergishib, yerdagi qog'oz parchalari va boshqa yenik narsalar uchib kelib, yuzlarimga urilishga boshladi. Onun ustiga kishilarning sonsiz oyoqlari ostida chayilinib, yumshab ketgan to'pilar shamolning uchirtishi bilan ko'zimga, burnimga kirib etishtiryapti. Bularmi mening shuncha ojiz ekanligimni bilib olgandek, hadab menga hujum qiladi. Lekin bundaq bo'zaq qilish yigitlarning bo'zaq qilishiga qaraganda yanada yaxshi ekan. Chunki ular meni bo'zaq qilgan bilan sungan dilimni ranjitmaydi. Yuragimni ziydilamaydi. O'rnimda o'ltirib qoldim. Ko'z yoshlarim hech to'xtaydigandek emas. O'zimning mushundaqli boshqalar oldida bo'zaq bo'lishimga, mushundaqli vayron bo'lishimga faqat chidab turolmadim. Soğuq, nashtardek badanlarimga urilib, meni texmi holsizlantirishga, yiqitishga boshladi. Har qancha tugilibmi, soğuqqa bardoshlik berolmay o'rnimdan turib ketmoqchi bo'ldim. Biroq o'rnimdan turmaqim texmi tasga tushdi. Putlarim uyushib qolgan edi. Pachoqlarimni ovlab turib, tasda o'rnimdan turdim. Atrofda shamolning qattiq ovoz chiqarib, ishqirtayotgan ovozdan boshqa tevish yo'q. Yana ketyapman. O'zimning nega bordiganligimni bilmayman. O'zimning tunji qatim kechida yolg'iz qolishim bo'lg'ashqa, meni bir oz suri bosdi. Odamsiz yo'l. Jimjit kecha o'ziga xos vahimasi bilan mening ojiz jismimga hujum qildi. Mana Akbardan o'ch olaman deb boshqalarning o'yinchiqiga aylanib qoldim. Chin sevgi, vijdon orqali barpo qilgan tunji muhabbat gulshinim boshqalar tarafidan vayron qilindi. Mana endi o'z axloq, fazilatim badaliga o'zim bakmi qadrlaydigan qizlik g'ururim boshqalar tarafidan paymal qilindi.
Men nima degan ojiz, ha? Qizlar shundoq ojiz bo'landigandir. Hey, o'zingni mana men erkak deb yurishadigan sendek g'urursiz yigitlarga la'nat. Salsi ko'ngil daydaygi tavkasida o'yinni. Yoshlik degan oltinni tikibdiman yoshliqim. Endi bilsam vaqtgan yoshlik chig'i ijodning. Shayton uchun hammadan kechibdiman yoshliqim. Sen ketganda qadringga yetibdiman yoshliqim. Pushaymonning leyiga petibdiman yoshliqim. O'yin kulki azdursa sho'xliq izdab ko'ngilga. Arqisidan yo'rg'ilab ketibdiman yoshliqim. Pushaymonlik azoblik yoshlarim to'xtaydigandek qilmaydi. Erlarga, jinslarga tish tirnog'imgacha o'sh bo'lib ketyaptim. Hem jismoniy, hem ruhiy zarbiga uchirgan tenim texmo bek holsizlanib, o'zimni kontrol qilolmay, qandaqdir bir kuchning turtkisida gardili yetib qoldim. Bir chog'da o'zimga kelib, asta-asta aslimga keldim. Ching tortishib ketgan nervlarim bir oz bo'shagandek bo'ldi. Asta beshimni ko'tarib edim, yotoqda o'z karimtimda yotgan edim. Sabina yosh yo'q ko'zlari bilan menga qarab turibdi. Yotoqda uningdan boshqa Zohirani beshini tuvan sog'inicha o'z karvatida o'ltiribdi. Menga bu tugumas alamlarni akilishga vosita bo'lgan bu paskinning turishi go'yo hammani o'zingdan ko'r degandek ko'rinib ketdi. Uningga o'shmanlik va nafrat bilan tikildim. Chunki u allburun dard ta'sirida eshib turgan mendek bir yegona qalb egisini dafsanda qilgan edi. Sabina mening uyg'onganligimni ko'rib, menga o'zini tashlag'inicha o'ksib yig'layapti. Men ovozimni chiqarib yig'layolmagan bo'lsam-mu, ko'z yoshlarim hech to'xtaydigandek qilmaydi. O'ylasam, oqshom yuz bergan ishlarga faqat ishongim kelmaydi. Oshpazning Zohiraning bundoq pastkash odamlardan ekanligini o'ylabmi baxmagan edim. Necha vaqtdan beri tunji sevgidan zarba yeb, Akbardan o'ch elishimni o'ylab, uningga ko'rsatib qo'yish uchun bu xato yo'lni tanlaganligimga tunji qatim pushaymon qildim. Hey, saranglarchi aql. Xalay, sen mushundaq insonmiding, ha? Ah, Xudo. Yotoq ichining shuncha issiq bo'g'iniga qaramay, badanimning muzlavatganligini his qildim. Bu jamiyat, bu odamlar haqiqatan sovuq edi. Jinim odash, bu yig'lamag'im. Sabina birdamli shundoq deb texmi o'ksib yig'layapti. Demak, u oqshom yuz bergan qabohatli ishlardan xabardor bo'lgan edi. Uning yig'isi mening yig'imni, qalbimdagi ochiq azobli qismatni texmi kuchaytirdi. Ojiz emradim. Ochiq to'lg'andim. Badanim tikanlashib, tenim shurkandi. Vujudimni azob, alam, xo'rliq, vahima, qo'rqinish tuyg'ulari zaharli yilondek chirmab oldi. Men yig'lamay kim yig'lasin? Ah, Xudo. Dunyo, kishilar nima degan rahimsiz, ha? Nima uchun hayotga shuncha qizg'in ishtiyoq bog'lasam, hayot menga go'liyib boqadi. Kitoblardan hayotga shuncha qizg'in kulib qarsang, hayotmi senga kulib boqadi deganlarni ko'rgan edim. Ajiba, ularning hammasi kishilarning mengisini burmalash uchun yozilgan quruq gaplarmidi? Bo'ldi qil adash. Agar sen mening o'rnimda bo'lgan bo'lsang, qanday qilarding? Ajiba, men yana yig'lamay. Kim yig'lasin?
Sabina sözlerimni anlab, beshini ko'tarib menga qaradi. Andin yosh yo'q ko'zlarini mendan elib ketishga tirishgandek boshqa yoqqa qarab oldi. Birdanla ko'zim karvatida beshini pastga selib o'ltirib, mishildab yig'layotgan Zohiraga tushdi-da, yuragim pishida qilib etishib ketdi. Hammani qilgan oshi qanjoq. Ular allaburun gapini bir qilgan ekan. Shularni o'ylab, texmi ochig'im kelib, ko'z yoshlarim to'xtamadi. Ey Rasva buzuq! Endi xush bo'ldingmi? Razil suiqasddan amalga oshdi. Xush bo'latamsan sharmanda. Qani aytqina. Achchig'imda o'zimni tutib ololmay uningga qo'ydim. Bo'ldi adash. Endi nima qilsaqmi bekor? Qizlarmishda ojiz keldiganmiz. Sabina shundoq deb Zohiraga lappida birni qarab etgandan keyin Sen akşam yuz bergen işlerini belki bilmezlikten mümkün. Zahiram amansız kaptı. Bilsen onu başkalar tarafından... Sabina gap qilib shu yerga kelganda to'xtab oldi. Uning Zohirani amalsiz qapti deganini anglab, g'azabim texmi o'yladi. Kim bilmaydi bu buzuqning hiylasini. Men ajab bilmabdiman. Akşam onun heyli qaramlıq xo'jayin bilan shuncha qizg'in ko'rishib ketganidan bo'lsa-mu, bu sher bo'lsam bo'pti-kan. Endi men qandoq qilaman? Boshqalarning yuziga qandoq qarayman? Shularni o'ylab, o'zimni tutib ololmayman. Yig'i aralash achchiq kulib ketdim. Hey buzuq, aytqina qani. Sen qandoq amalsiz qolding? Akşam Sabina og'zimni tutib oldi. Zohira bo'lsa, hech qanday ifodasizli beshini tuvanga selib, mishildab yig'layotdi. Meningcha bo'lsa, Zohirani toza tillab, bo'g'si urib, ochchig'imni chiqirib olg'im bor edi. Lekin u ashu barbod bo'lgan. Oxirini o'ylashga chidayolmadim. Meni yana yig'i tutdi. Yerim kecha yotoqning ichi go'rdek qorong'u. Chidiqsiz bu ig'ir azob meni yiqitib qo'ygan edi. Karvatda to'risqa qarg'inimcha müdür qilmay yetyapman. Bugun bir kun gerimdan tomoqni o'tmadi. Akşam yuz bergan ishlarni Zohira, Sabinadan boshqa hech kim bilmadi. Başqa qizlarning mendan ahvol so'rab, so'rgan savollarining hammasini javobsiz qoldirdim. Shu topda kallam qadirmash. O'y xiyollar qaynimi. Ko'zimni ching yumib olib, o'zimni uxlashga shuncha majburlagan bo'lsam-mu, ko'zimga faqatla uyqu kelmadi. Ko'z oldimda oqshomqi nomussiz ishlar birdan neri ketmadi. Sabinaning deb bergan so'zlari quloq tubimda jaranglab, alamlik achchiq to'lg'in etdim. Is. Nimanchilar beparvoliq, do'tlik qilgandim-a? U haromlik oshpazni uncha ko'ngli past, hargiz bunday ishlarni qilar deb o'ylamabdi ekanman. Akbar degan vafosizdan ayrilib, o'z xushalligimni uningdan istab, uningga shunday tez ishinib ketdim-a. Endi men qanday yashay? Qaysi yuzimni ko'tirib? Xudo. Bu yoqqa yurtim mendek musofir, qo'lidan boshqalarga hech qanday yomonlik kelmaydigan ojiz bandanga nima kunlarni ko'rsatay deysan? Hasrat, azob, pushaymon ichida o'q tushgan qildek to'lg'anatdim. Aqldan ozgan kishidek o'z qo'llarimni o'zim tishlaydim. Ko'zlarimdan alamlik yoshlarim to'xtay demayotdi. Akşam sen bek mast bo'lib ketib, ustalga beshini qo'yibdi uyquga ketibsan. Keyin Zohira seni shuncha uyg'otsa-mu, faqat uyg'onmabsan. Aslida u munofiq oshpaz sening ichadigan ichimlikingga uxlatish dorisi qo'shib etgan ekan. Zohira bu ishlarni ko'rib ularga yolvorib yig'labdi.
Lekin hiliqi diskoxona xo'jayini uningga tahdid ishlatib, pichig'in tanglab Zohirani o'zi bilan birga yetishga majburlabdi. U yolvorib yig'lab boqqan bo'lsa-mu, u ikkisi birlashib olib, yana qarshilik ko'rsatsang, sen elib bergan qimmat baholiq oltin buyumlarni bergin, pullarni hozirni o'zida qaytarsan deb tahdid soldi. Adash, Zohira burun ularning ko'ngil so'g'larini qabul qilgan ekan. Zohira oxiri ulardan qutulolmaydiganligiga ko'z yetib, o'zini nima qilib, sen cheqilmaslikni o'tinibdi. Lekin biz qizlar bek ojiz bo'lganmiz, adash. U bichara shuncha qavul u ikki erga tengilalaydi-mi? Shuning bilan ash qaboatli ishlar yuz beribdi. Zohira kecha yig'lab ko'z yoshlari qurmabdi. Tong otarga yaqin u diskoxona xo'jayini uxlab qolgan fursatdan foydalanib, kiyimlarini kiyib, sen elib kirib ketgan uyning oldiga kelib seni chaqiribdi. Lekin sendan xeyli uzunlikcha hech qanday sado kelmagandan keyin seningdan ansirab ishikni biriktirgan ekan, ishik ichilib ketibdi. Qarsa, karvatda u men uni uxlab yotgan. Kuchi sening bo'lmag'ir ish qilib qo'yishingdan qo'rqib izlab, seni yo'l qiridan ho'siz yotgan yeringdan tepibdi. Keyin seni yotoqqa elib kelishdi. Bo'lgan ishlar shu, adash. Hamma ishlarni Zohiradan ko'rsam bo'lmaydi. Rost gap qilsam, gunohni sanga qo'yaman. Ajabo bir qiz bo'lib turib, kechada yotoqqa qaytmay Sabinaning aytgan so'zlarini o'ylab, bir tarafdan o'zimning to'liq nodonlik qilganimga pushaymon qilsam, Zohirani o'rinsiz ayblaganim, uningdan gumonlanganim uchun xijil bo'lib ketdim. Bu xo'rliqqa, bu nomussizlikqa chidayolmadim. O'zimning mana mushundaqla vaqtsiz to'zib ketadiganligimga echindim. Shularni o'ylagan sirim mening texim chechilib, kallam qop-quruq sarang kishidekla bo'lib qoldim. Tunji söygen yigitim Akbarning meni tashlab etganligi, mana endilikda boshqa birining hayvonlarcha nomusimga tekkanligi menga bakmi eg'ir keldi. Acaba men boshqalarning oldida, Xudoning oldida gunoh o'tkazib qo'ygan bo'lg'aytimmi? Nima uchun men boshqalarning xo'rlash, azor berish obyektiv bo'lib qoldim? Zodi nemishqa bunday qismatlar beshimga keladi? O'ylagan sirim o'g'illarga, erlarga texmi o'sh bo'lib ketyaptim. Ularning tashqi jihatdagi muloyim yoki qizg'in pozitsiyasi menga xuddi ichida zahar tamchib turgan zaharlik yilonning kulimsirginidek bilinib, ularga g'azabli nurlarimni, qahrimni yog'diratdim. Kunlarning o'tishi bilan qabohat o'tmish menga qoldirgan azobli dog'lar qalbimga singib o'rnab ketgachga, o'g'il zotiga yaqin kelish emas, ularga ochiq chiroy aytishmi mumkin bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Hijron alamlarida pushinib yurgan ashu kunlarda dardlarimga hech nima shifo bo'lmaydi. Sabinaning va yoki boshqa do'stlarimning tasallilari menga hech qanday ruhiy uzuq, ruhiy tasalli bo'lmaydi. Yoshliqimning gulini so'ldirishga sababchi bo'lgan Zohiraning kechirimlari menga xuddi tanidek anglanib, uningga bo'lgan o'shmanligim texmi kuchayibdi. Ammo uningga nisbatan yana sukut qilishni afzal ko'rdim. Chunki hayot ana shunday ekan. Kishilar ozg'ina shafoat, manfaat uchun boshqalarning vaslini, baxtini qurbon qilishdan yonmaydi ekan. İçimden örlep turgan piyğanlık hasretimni pasaytishning, birdamlik aromlikqa erishishni o'ylaydim. Bir necha kundan keyin kashda o'zim sirtni aylanib yurgan vaqtimda bir necha qizning mast bo'lishib vaqirishib manganini ko'rdim. Ularning yo'qol muhabbat, o'g'illarning hammasi aldamchi, saxtpaz deganlarini anglab qoldim. Balkim ularmi menga o'xshash o'g'illarning damiga tushib aldanganlar, bahorini qish qoplaganlar bo'lsa kerak. To'g'ri, aroq g'amlarimga davo bo'larmi? Dardlarimga orom bo'larmi? Nima uchun tuyuqsiz bunday xiyolga kelib qolganimni o'zimmi bilmayman. Kallamdagi ziddiyatlar texmi kaskinlashib, aroqqa o'zimni zo'rlab boqmoqchi bo'ldim.
Bir tarafdan qiz bolaga nisbatan bundaq ishning to'liq xato ekanligini muayyanlashtirsammi, lekin ichimdagi g'amlar yana mening ilgirilishimga turtki bo'ladi. Shundoq qilib bir muhit yaxshi mehxonaga yolg'iz kirdim. Dastlab kirgicha to'liq jiddiylashib, sarasimga tushgan edim. Ammo kirib ichidagi ozoda muhitni, jimjitlikni ko'rib, ko'nglim sal tingandek bo'ldi. Bu yerda Uyg'urlarning xeyli ko'p edi. Bir nechtasi menga qarab qo'yib, kari bo'lmadi. Men bir o'ringa kelib, kutkichiga ismini o'zimni bilmaydigan, ancha qimmat emas, haroq va ichimliklarni tizimlikdan ko'rib buyurdim. Hayal bo'lmay men buyurgan narsalar chiqishga boshladi. Men ichimlikni ichib, og'zimni namdab olgandan keyin aroq botilkasining og'zini ochmoqchi bo'ldim. Ammo ochamay qiyilinib turganimda kutkichi kulimsirginicha kelib ichib berdi. Kichik romkaga azroq qo'yib, ko'zimni yumib turib, shu azoblarni o'ylab turib, mushu orqali dardimning chiqadiganligini, menga aram bo'ladiganligini o'ylab turib, göppidi ko'tarib ichibdim. İçipla içimge ot ketgandek bo'lib, kanaylarım etishib, qiyilinishga boshladim. Derhal ichimlikdan azroq ichishimga sal o'ngishib qoldim. Ammo ko'nglim sal elishgandek bo'ldi. Shuning bilan o'zimni bilmay qiyilinib turib, necha romkani shundoq ko'tarib ichibdim. Ko'zlarim elishib, boshlarim qayg'ila turdi. Ammo o'zimni yengil puchayotgandek, g'uva hissiyatda bo'lib, aram tepib qolgandek his qilishga boshladim. Bir chaqda bir 20 necha yoshlar chamisidagi o'g'il bolaning yenimga kelib o'ltirganini sezdim. U menga ma'nliq qarab yechaydi. Oho, xon, yolg'iz o'tirib qolibsiz-ku. Dardingiz ko'pmi nima? Birda malum bo'lmaydimi? Qandoq? Anchimi canınız yetib qo'yaymi ya? Uning so'zlarimi taqqa-tuqqu chiqavatdi. Qarg'anda o'mi xeyli ichib olgan cheg'i. Yo'q, meni aramimda qo'ying. Bu yerdan keting. Dedim men uningga ko'z qirimni sanmasdan so'g'ib qolib. Ucu tatlı kızı, çiçilmana, kilime tatma. U shundoq deb men tarafga surilib, qo'lini do'limga oldi. Men endi radiya beray deb turishimga, uning kaynidan biri uning do'lisidan tortibla pastikiga birini soldi. "Vurmas! Boyi bizni qo'ldirlatsan. Endi bu qizni avvar qilg'il turdingmi? Ko'zimdan tez yo'qol." Chechini budir qilib, sarg'osh qizilda bo'yitib olgan. Qarmoqqa mendan bir necha yoshlar cho'ng. O'zi chiroyli kelgan bir qiz uningga shundoq deb baqirdi. Boyqi yigit darhol o'rindan turib, bir nimlarni g'utildab, daldanshiganicha ketib qoldi. Undaq odamlar chiroyli qizlarni ko'z shundoq qilishidi. To'g'ri tushuning singlim, dedi boyqi qiz. Hech qisi yo'q. Rahmat sizga. Rahmat aytmasingizmi bo'ladi? O'g'illarga o'shligimdan nada ko'rsam urg'umni keladi. Siz o'zingiz yolg'iz kelib qolibsiz-ku? Men sizmi biror ujmi ko'ngildan azor yapsiz-da? Hech qisi yo'q. O'g'illarning hammasi shu. Xalsingiz tunishib qolaylik. Dedi u yenimga kelib o'ltirib. Men mayli. Uning menga o'xshash fikrda ekanligini bilib, garchi sal andishida bo'lsam-mu, yana qo'shildim. Mening ismim Radina, sizning-chi? Mening ismim Xalay. Xalay singlim. Agar to'g'ri ko'rsangiz, u yerda bir necha qizlar o'ltirishgan to'q. Baramsiz. Nima deb javob berishimni bilmay, tikilib qoldim. Hech qisi yo'q. Hammasi obdan qizlar. O'shiqchi xiyollarda bo'lmang. Baramsiz. U kaynidagi o'rniga qarab qo'yib, mendan so'radi. Ma'qul, baray. O'zimni turibla yolg'iz o'tirishdan yenib qolgan. Shunga ularning qishig'i berishni qaror qildim. Men borganda 5-6 qizlar
aldığa her xil haraqlarni tiklishib qo'yib, paranglashib o'tirishgan ekan. Mening kelganimni ko'rib, ular o'rinlaridan turib, menga salom qilishdi. Men ularga tartinish ichida qarab, salom qilgandan keyin boyqi Radina degan qiz meni o'tirishga taklif qildi. Boyi dastlab kirganimda diqqat qilmabdi ekanman. Oradagi bir nechasi tamog'imni chekidi ekan. Tuyuqsiz kallamga har xil xiyollar kelgan bo'lsa-mu, oxirini tasavvur qilishga jur'at qilolmay andishiga tushdim. Ularning hammasi menga yaqinchilik qilib, mendan savollarni yoqtiribdi. Men boshda ancha gap qilib ketmadim. Lekin bir necha rom qaraqni zo'rlab ko'tarayotgandan keyin o'zimchila echilib, sirlarimni to'kishga boshladim. Ondan ular menga tasalli berishib, o'zlarining kechirmishlarini so'zlashga boshladi. Ularning ko'pinchisi muhabbatdan azariyab yoki menga o'xshash tini bulg'unib, dard tortib yurganlar ekan. O'zimning mushundaq meni tushunadiganlar bilan, qismati men bilan o'xshashadiganlar bilan birga bo'lib sirlashganimdan ko'nglimni xeyli echilib qoldi. Shu ishgancha yerim kecha bo'g'inni to'ymayla qoldim. Bir chog'da cho'chib ketib, ular bilan xo'shlashmoqchi bo'ldim. Radina faqat unimidi. Hamda o'zining uyiga meni elib ketadiganligini aytib turardi. Nihoyatda ikkilanish bilan noiloj ma'qul bo'ldim. Yerim kechadan oshgan vaqtda ularning uyiga bordim. Radina bir necha egizliq bir uyni ijaraga olib o'ltirdigan bo'lib, bu uyda uningdan boshqa uning bir ikki do'stlarmi birga turadi ekan. Uyga kiribla g'ayri bir xil qonsiq puroqdan saskinib ketdim. Bu puroq hatto aroqdanmi qonsiq edi. Men birdan turib olgandan keyin amalsiz Radinaning zo'ri bilan kirdim. Uy ichi ancha ratif emas edi. Uyda o'shiq uy jihozlari degandek narsalar yo'q edi. Faqat yotgan ko'rpa va o'rindiq ustallar bor edi. Shu kunisi ash uyda yetib qoldim. Shundan keyin maktabdagi do'stlarim bilan bo'lgan aloqam asosiy jihatdan uzildi. Dars qo'shyaqmaganda va kechlari udul berib Radinani izlaydim. Biz birga diskoxonalarda, qavaxonlarda yuratdik. Radinaning tunishlari ko'p bo'lib, biror o'g'il bola ko'zimizga yoqmasa, odam chaqirib urg'izatdik. Bundaq chaqlarda xeyli dardini yenib, ardug'im chiqib qoladi. Menchi bo'lsa, ashundaq vafosiz, vijdonsiz o'g'illarning hammasini urib bir nima qilaversa. Ashundaq qilsam-mu, dardim chiqmasmiki texi. Aradan bir oycha o'tib, telefonimga pul qachalash uchun maktab ichidagi ko'chma xabarli zaliga bordim. Tuyuqsiz ko'zim nariroqda turgan Akbar bilan yenida turgan qizga tushdi. U qiz yenidan pul chiqarib mulozimga bermoqchi bo'lganida Akbar darhol uning qo'lidan tutib olib, yenidan pul chiqarib to'laydi. Men uning meni ko'rib qolishdan ansirab, pulni to'lamasdan sirtga o'zimni atdim. Biroq men ishqigan sirtga chiqibla daldiroq bir joyda turib, ularning chiqishini saqlab turdim. Ular chiqib qizg'in paranglashqinicha ketib qoldi. O'zimni bilmasdan ichim achchiq bo'lib ketdi. Turibla uningga nafratim qo'zg'alib, uni va uning yenidagi notanish qizni qarg'idim. Qarg'igandimi, eng ashaddiy, eng o'tkir tillar bilan qarg'idim. Meni mush kunga tushirib qo'yib, nomus qilmay, boshqa bir qiz bilan kulyapsan, ha Akbar? Sana nima yomonlik qilganim uchun mushkullarga duchor bo'laman? Men nima uchun mushkullarni ko'rsatsan? Zodim nemishqa? Ashu daqiqalardagi ochig'im nech kungacha yonmadi. Radinaning qiyshig'i berib, kunda haroq ichdim. Ammo yanada ochig'im chiqadigandek emas. Aksicha, texmi portlab ketib boratdim. Radinaning uyida zuvonsiz izchil haroq ichib turganimdan ajablangan Radina menga qarab so'radi. Halay, nech kundan beri bekli xafa ko'rinsiz.
Neymiş bo'lgandi? Hech ish Radina. Hech ish. Onunğa bu qitim dardimni tökkim kelmedi. O birden turib o'ylangandek qilgandan keyin menga ma'nili qarab, eg'ir talaffuzda aytdi. Qarganda bu qitim dardlaringiz biroqla yig'ilib qopdi. Aroq sizga aram bo'lanmog'idek. U to'xtab qilib, bir pasdan keyin so'zni davomlashtirdi. Azabınızını haqiqiy yengillatadigan, sizga haqiqiy aram beradigan ishdan birisi bor. Qilg'ingiz bormi? U qandaq ish? Desam cho'chib ketmassiz, a? Mayli dang Radina, hech qisi yo'q. O'tganda siz tunji qitim uyimga kelganingizda burningizga bir nima purganda qilganmi? U ovozini bo'sh qilib mendan so'radi. Ha-a. Ajoyib g'ayri puraydigan qonsiq narsaning hidini purgandek esimda. U dal nasha. Ha? Turibla cho'chib ketdim. Kitoblardan nasha to'g'riliq tafsilotlarni anglagan bo'lg'achqa, yuragim eg'ib qo'rqinishga tushdim. U darhol mendagi alomatlarni sezib dedi. Xotirjam bo'ling. Bu faqat sizning ra'yingizga boqadigan ish. Qat'iy zo'rlamayman. Sizga desam singlim. U endi muloyim qilib so'zlashga boshladi. Sizni bir ko'rib yoqtirib qolgan edim. Xuddi mening o'z singlimdek yaqin to'yilib ketgandingiz. Biz burunmi u ishni qilatdik. Lekin siz kelgandan keyin sizning qabul qilmasligingizdan ansirab, u ishni uyda qilmaydigan bo'ldik. Agar xohlasangiz bizni chekaylik. U undaq yomon ishmi emas. Salomatlikka cho'ng ta'siri yo'q. Lekin sizga beradigan lazzati ajoyib huzurdan. Sizni zo'rlamayman, xalay. O'ylanib boqasiz. Do'stlarim chekadigan joy topolmadik deganda, shun sizga daf etishim. Biroq sizning bu ish bilan mendan yiroqlashib ketishingizni xohlamayman, umaqsanglim. Sizdek bir sirdishim bo'lganidan intayin xushalman. Shuni to'g'ri tushunishingizni bak umid qilaman. Mustutqan yurak. Mazkur asar To'qqizsaroy munbiridagi Aziz Emir Yong'inning Mustutqan yurak nomli asar bo'lib, ovozga elib tayyorlig'ichi o'rin To'qqizsaroy ovoz tahrirlash ishxonasi. Asarning ishlatish huquqi To'qqizsaroy to'rbekitiga tava. Amgikimizga hurmat qiling. Kallam chayqilib, boyi ishgan haroqning ta'siri qo'shilib, bir qismini bo'lib qoldim. Nasha? Bu ism, bu narsa nima degan qo'rqinchlik anglanadi? Nima degan qo'rqinchlik bilinadi, ha? Uni chekkanlar qandoq bo'lib ketdi? Ammo u oq emas. Oqdek kishini birdamdala tugashtirib qo'ymaydi. Lekin uzoq suzilsa, shunday qilib ular o'ydila chekishadigan bo'ldi. Men kechda maktab yotog'ida yotmay, mush yerga kunib qolgan bo'lg'achqa, yotoqqa qaytishni xohlamay, yana mush uyda turib-o'tirdim. Ularning har xil usullarda chekkinni ko'rib, hayron qoldim. Ba'zida mineral suv qutisidan tushuk echib, shu yerga naychini tiqib cheksa, ba'zida qapoq deb ataladigan bir narsada chekishatdi. Hammadan hayron qoladiganim, ular nachcharat o'tkazishib, chekishib bo'lgandan keyin suvni aylanib yotganicha rohatlanib ketadi. Men shundaq chaqlarda ashu narsadan bir qitim tortib baqsam, menni dardlarimni birdamlik bo'lsa-mu, unutib hayotning asli ta'mini, asli xushalligini his qilib baqsamkan, deydim. Lekin yana chekishdan qo'rqdim. Bir qitim biz o'ydila bak ko'p ketishdik. Qizlar ishdan keyin birdan kayt qilayli deyshib, qapoqni chiqarishdi. Men esimda yo'q, ularning orasida o'ltirib qoldim. Bir chaqda qismoq ko'z, kulib turadigan, sochlari qisqa, bakli o'riq bir qiz menga qarab, ijoyg'inichi dedi. Bu tatliq singlimizning sinab baqisga o'xshamamdi. Ilmo necha qitim qatadan qoldi. Qatadan qolguncha satadan qol deb ekan.
keling singlim. Sizmi birdam kayıp qilib, azoblaringizni unutmamsiz. Men çekmeymen. Men titirginimce onu rad qildim. Ohoy, qo'rqib ketdingizmi? Bu degan janna olmaydi o tatliq. Sinab bakmasanız nemi bilesiz? Keling tuting, navbat sizga keldi. Shundoq deb qapoqni qo'limga tutqizib qo'ydi. Men bir hazog'icha gangirab titirganimcha o'tirdim. Voy, tez bo'ling singlim. Navbat o'chib qoldi. Sizga sarangi tutashtirib beray amsa. Og'zingizga tuting. Azobim bor deb yurisiz. Shu azoblaringizni go'ringizga ep ketamsiz, ha? Onun so'zlari meni o'ylantirib qo'ydi. Demisimi, buncha azobni qachon chiqarib o'tdim? Azob menga boqivandimi? Men azob tortishga yaralganmi? Ya, xalay. Senmi bir erkin odam? Senmi xush bo'lishing, ko'ngling xush bo'ladigan ishlarni qilishing kerak. Shularni o'ylab, qo'limga mag'dur kirib, yuraklanib qoldi. Hem qapoqning bir uchini ulardan ko'rvog'inim bo'yicha og'zimga soldim. Radina kulgunicha menga sarangida o't tutashtirib berdi. Kuchab birli tortqinimni bilaman. Boshlarim qayib, o'ngdamda tushdim. Ko'zlarim qorong'ulashib, nafsim bo'g'ilib, ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Boshqacha bir azobni tortqandek bo'ldim. To'xtamay yutalganligimdan ular kulishib ketdi. Eşqisi yo'q, birinchi qaytim shundoq bo'ladi. Men bu suvni ichib o'tdim. Radina shundoq degach, menga qutuliq suv uzatdi. Men tez ichib, xeyli rohatlandim. O'zimni tuyuqsiz uchayotgandek, bulutlar orasida parvoz qilayotgandek, yer cho'gilab to'xtamayotgandek, hamma menga bo'ysunayotgandek, shirin tuyg'u meni chulg'ab, o'zimchalik kulib ketishga boshladim. Shundoq qilib, burun ashundoq qaroq ichadigan, tamaka, nasha, hatto oq chekadigan qizlarning nomini, ishlarini anglasam, tillab bir nima qilib etkim keladigan men hozir dal shundoq bo'lib qoldim. Odam hargiz boshqalarni qarg'isi bo'lmaydi ekan. Turibli kulgim keldi. Tova. Odamga ajab yonadi ekan, ha? Burun men eng seskinadigan odamlar qatoriga o'zimni kirib qilishimni hargizmi o'ylab baxmagan edim. Hey Akbar, hey Akbar. Senin qilgan yaxshiliklarning natijasida bu sening pok muhabbatingga erishish uchun tunji sevgimni sana qo'sh qo'llab tutqizmagan edim? Sana baxtimni o'z qo'lim bilan topshirmagan edim? Sendan olamcha umidlarni kutib, shirin kelgusini xiyol aylamagan edim? Shirin sevgi bergan eding menga bir mahal. Pak sevgiden söyüngende şirin tuyg'ular. Zaval keldi tuyuqsizla, yo'qoldi sevgi. Nimmitingdan qalliq yoshlar, to'kildi urg'ular. Beg'ubona ko'nglim sunib, cho'kib alamga. Aram izlab azob tusi sunuq ko'nglimga. Çöküp ketdim azg'unlarning patqiqiga ham. Balkim qismat boshlab mang'ar meni o'limga. Muhabbatdan azayib, tan jihatdan xo'rliqqa uchrab, oxirida yana cho'nqur qaynamga g'arq bo'lgan o'zimdan yerginib ketdim. Buning sababchisi bo'lgan o'g'illarga texmi o'sh bo'lib ketdim. Maktabga berish qat'iy xush yoqmasdi bo'lib qoldi. Mening endi o'qig'imning nima foydasi? Tenim bulg'angan, ruhim tushkunlashgan mendek azg'unning kelgusida istiqbol topolishi mumkinmi? Mencha hargiz mumkin emas. Balkim rivoyatlardek nurliq bir quyosh meni zaif patqiqidan qutuldirib olar.
Ammo buningga ishonmayman. Meni hech kim qutuldirammaydi. Meni qutuldirishni kim xohlasin? Hozir men chekish jihatda qizlarning eng oldi. Barliq ta'minotni Radina ta'minlaydi. Onun dadisi cho'ng boy bo'lib, uning ishlarini o'qimag'achqa, uningga xarajatni ko'p beradi. Shunga biz qo'rqmay tomosha qila oldik. Men ularni hayron qoldirib, tezlikda ulardan ko'p chekadigan, chekib bo'lib, ketib tura oladigan bo'lib ketdim. Bu bir oyning yoki ko'pligan tirishchanliklarning natijasi. Haraqni ancha ishmas bo'ldim. Haraqni ko'p ichsamla, ko'nglim elishib, qusib, ajiz beshim og'rib, deganda qiyinishlar bo'ladi. Ammo nash chekkanda bo'lsa, nihoyat suzuk kayib bo'lib, huzurni surgili bo'ladi. O'zimning barg'ansir bu qorong'u o'nkirga kirishib ketib, bag'rimni turib his qilsam-mu, biroq tartgan azoblarim buningga radiya berib, meni davomlashtirishga turtki bo'ladi. Bir kuni kechda biz qizlar kayibdan keyin diskoxonaga berib, toza puxadan chiqqıcı o'ynamoqchi bo'ldik. Biz manzilgohga yetib borgandan keyin Radina bizni eshik tubida saqlab turishni aytib, birsiga telefon qildi. Biz ang'ich paranglashib turdik. Birdandan keyin 2-3-35 yoshlar chamizdagi kishilar Radina bilan quchoqlashib ko'rishdi. Biz hayron bo'lib qarab turdik. Arada yeliqmanga tunji qitim nash chekishga zo'rlagan o'riq qiz bo'sh ovozda u odamlar orasidagi o'ttir bo'y chiroyli shimkasdan kiygan, kulibda turadigan bir kishini ko'zdi. Qaranglar, ol kulibda turgan odamga. Asli Radinaga ta'minlaydigan kishi shu. Radinaning haqsiz pul ilish sandiqi u. Dedi. Men ancha iranishib ketmadim. Balkim Radina bizdan yo'shirib yurgani bilan yana qanday ishlar bilan mashg'ul bo'ladi? Kim biladi? Bo'ldilar. Bu ishlar bilan qarim bo'lsin. O'zimning o'yinimni bilay. Biz kirib bir alayda ozod o'ringa o'rinlashgandan keyin Radina o kishilarni tunishtirishga boshladi. Andan kechilik o'yinning boshlanganligi jakarlanganda bizmi bekor turmay kichishni boshladik. Yeliqa odam turib menga kulib qarab qo'ydi. Uning kichik bolalardek kulganini ko'rib, ba'zida o'zimni tutib ololmay kulib salatdim. Bir chaqda u meni usulga qildi. Men chikilib qolgan bo'lsam-mu, yana o'rnimdan turib, uning bilan usul o'ynadim. U usulni shundoq yaxshi o'ynaydi. Kulkisi yuzdan ketmaydi. Bu balki kulib turadigan tulkidir. Nima nayranglar bor texi? Qarab tur. Shu kulkanga senimi so'rab, vayron qilib etmisan. Usul o'ynag'ach, ichimda shularni o'ylab o'tirdim. Usul oyoqlashganda yeliq kishi yenimga kelib o'tirdi. Uning qisqarliq gaplaridan to'lib kulib, kuchimni uzib ketay deb qoldi. U romkaga haraqni to'ldirib qo'yib, menga tanglab, romkamga romkasini bo'shlab takkizib qo'ydi. Men endi ko'taray deb turishimga noma'lum bir qo'l kelib, qo'limdagi haraqni tortib elib to'kib etdi. "Ey shum. Nima ish qilyapsan?" Yenimdagi kishi uningga vaqirdi. Men beshimni burab keynimga qaradim. Harqimni to'kib etgan kishi Akbar edi. "U degan meni qiz do'stim. Seni karimomsan?" Akbar yenim kishiga javob qaytarib vaqirdi. "Mening qiz do'stim?" Bu gapdan ajoyib g'ayri tuyg'uga kelib qoldim. Tishlarim kirishdi. Yenimdagi kishimi unsiz qoldi. Men unga qaytarib vaqirdim. "Qanday sarang bu? Kim sening qiz do'stingkan? Tuli jo'ylimajmi haromliq?" So'zimning tugishiga uning uchib kelgan bir tasdiqidan o'rilib tushdim. Shu hamon duppirlashlar bo'lib, Akbarni yeliq kishi va uning bilan birga kelgan kishilar urushga boshladi. Akbar boshda qarshilik qilgan bo'lsa-mu, ammo tuyuqsiz meydisini chang qamallig'icha yiqilib tugilgunicha yetib oldi. Uningga tuyuqsiz qattiq ichim og'ridi va
beripli ularning qo'llarini tutib oldim. Ular mening to'sqinimni ko'rib bo'ldi qilishdi. Akbar o'rindan turib, javg'idagi qonni surtib, menga birdan qarab turgandan keyin qo'limdan tartibli zo'rlab menishga boshladi. Eliq kishi Akbarni to'sib olay deb turishiga Radina uni to'sib oldi. Akbar meni tartishlab sirtqa elib chiqqandan keyin taksidan birini to'sib, oldin pul to'lab meni maktabga olib qo'yishni shofirga chekildi. Mashina qo'zg'alib menishga boshladi. Men mashinaning kayni aynikidan uning maysini tutqunicha o'ltirib tugilib qolganini ko'rdim. U nemishqa shunday qiladi? Ajiba, meni mush yo'lda menishqa majbur bo'lishimga sababchi bo'lgan Akbar nemishqa bugun meni to'sidi? Ajiba, u mening bunday bo'lib ketishimni xohlamandi. Ajiba, u yana meni xalay. Xata o'yladim. Hozir uning muhabbati bor. Seni mush yo'lga majbur qilgan dal shu. Sana tutmas, tugimas, hasrat nadomatlarni qoldirib ketgan dal shu. Sening mush kunga tushib qolishing sababchi bo'lgan eng chong ziyonkashlik qilg'ichi dal shu. U balkim sening o'zingning yuzini tushirishingni xohlamay to'sqan bo'lishi mumkin xolos. Uningga endi ishonma. U degan vafosiz. Aradan necha ay o'tdi. Bahorimiz zimin bilan vidolashib, yozni chillab keldi. Men maktabdan to'limi zerikashga, maktab meni qo'g'layotishdan burun o'zim chekinib chiqdim. Hozir kunlarim Radina bilan o'ynash, kulish bilan o'tadi. Qishliq ta'tildimi, o'yin bilan aldirash bo'lib ketib, qaytammagan. Uydagilarni seg'insam-mo, ularni ko'rishga yuzim yo'q edi. Ular hech mening maktabdan chekinganimni bilmay, qizimiz oliy bilim yurtida tarbiyalanadi deb o'ylandi. Mushularni o'ylasamla, ichim achchiq bo'lib, texmi kayib qolgim keladi. Bo'lishiga chekkim keladi. Yeliq kulibli turadigan kishi qarmoqqa xeyli yomon emas bo'lib, bizni pat-pat elib chiqib o'ynatdi. Bizni mehmon qiladi. Bizni mol bilan ta'minlaydi. Ammo uning kulibli turg'ini bilan ichida zahar temib turadiganligini oxir sezdim. Bir kun u kulgak bizning uyga, ya'ni Radinaning uyiga keldi. Biz tamoq akirgizib, ichishgash o'ltirdik. Bir vaqtda uning Radinaga quloqini yiqib, bir nimalarni deganini ko'rdim. Radina anglab bo'lib, menga lappida cho'chib bir qarab etib, ondan beshni lang'ishib qo'ydi. Men bir shumliqni sizib, chandurmay oshxonaga chiqib ketdim. Ham boshqalarga bildirmay, ularni kichik yo'chuqdan ko'zitib turdim. U kishi bir kichik qog'ozga qachilangan narsani Radinaga berdi. Radina avaylab u oq narsani mening chinamga to'kdi. Ah, Radina. Ajiba, senmi? Qattiq umidsizlanib, keynimga tachdim. Va darhol amal istadim. Hozir uni bir amal qilib ishmayg'u ketalayman. Biroq keyin davomli shunda qila olamdiman. U ichidan zahar temib turadigan kulgak bilan Radina menga yana zaharli qo'lini sunmay qolamu. To'g'ri, ketish kerak. Qashqandala ularning razil maqsadini amalga oshirmog'ili bo'ladi. Men asta yana bir uyga kirib, Radinaning bizdan yushirin tiqib qo'ygan 5000 yuanga yaqin pulni, 20 bo'loq nashni eski sumkaga qachilab, derazadan sirtga chimliqqa tashladim. Ondan odatda narsa kerak setib olib chiqqanda ishiltadigan lat sumkani elib, ularning qishiga kirib, chandurmasdan dedim. Radina, aroq tugay deb qopdi. Men chiqib akray-a? Voy, men akray adash. Seni malol qilsam bo'lmaydi. Seni malol qilsam qandoq bo'ladi? Degandek, uning so'zi birdan ma'nilik chiqishga boshladi. Akilama akray. Voy bo'ldi. Men kichik bo'lgandan keyin men akray-a? Men uning menga uzatgan qo'lidan so'mkini tortib, kulgunimcha dedim. Mayli amsa. Tez chiqib tez kirang-a. U umidsizlangan bo'lsa-mu, chandurmay dedi.
Men sirtqa chiqibla heliqi boyi tashlab etgan somkani elib, qo'ru sirtiga qarab yugurdim. Darvozadan chiqibla taksidan birini to'sib, jiddiylashganimcha bekatga bordiganligimni aytdim. Taksiga chiqib bo'lgandan keyinmi jiddiyligim pasaymadi. Tuyuqsiz kimligimni olgan olmaganligim esimga kelib, qattiq cho'chib ketdim. Hamma yenimni og'tirib, oxir topdim. Hamin bo'lsa, unutib qolmabdiman. Bekatga berib, boshqa joylarga boradigan avtobuslarning oldida bekat taxtiga qardim. Tuyuqsiz ko'zimga yaqinlik ko'ringan bir joy ismi ko'rinib, ko'nglim tanladi yo'rib ketdi. Va darhol berib, o'tin shofir bilan deyishib, bilet olgandan keyin avtobusga o'rinlashdim. Mana meni cho'nqur alamlarga sog'an, meni hayotimdagi eng qimmatli boyligimni tortib olgan, meni nadomat qo'yniga boshlagan, ozg'unlik patqiga patqizgan, tushkunlik qaynimiga g'arq qilgan hayvatli shahardan ayrilish oldida turaman. Ko'ngillik maktab hayotim, ona yurtim, chin do'stim Sabina, vafosiz muhabbatim Akbar. Xayr xo'sh. Endi mangu vidolashaylik. Bilmayman manzilim, qarorim nada. Kelgusim men uchun go'rdak qorong'u. Anglanmas qalbimda umid kevishi. Ehtimol mendagi o'tkinchi tuyg'u. Men kashkuz faslida sarg'aygan yaproq. Muhabbat tuzatdi hayot gulini. Tog'lardek aqida ketdi xo'rlanib. Bir qadah maydaklar sen o'limni. Hech nima tasalli berolmas menga. İçimde hasratlar yasaydı qiyon. Hammaga xush aytib ketay men yiroq. Qiynaldi yuragim, qiynaldi bu jon. Qattiq yo'tal tutishi bilan aslimga kelib, xotirini yetib qo'ydim. Qisqagina shu 2 yillik o'qish hayotimda o'tkazgan ana shunday qabohatli qismatlarimga, o'zimning shuncha vala o'zgarib ketganligimga ishongim kelmay qoldi. Tova, taqdirning o'yinlari rostimda baq qiziqgan. Xuddi qabohatli tushdagida o'tib ketgan shu ig'ir kunlarni beshimdan o'tkazib, shu o'g'illardan, arjinsizlardan, hayot gulimni vaqtsiz tuzatgan, mening qon yoshlik qismatlarimning iznalari qolgan shu shahardan bezor bo'lib, bu shaharga qochib kelib, endi desam, bu qismat meni yiqitdi. Hammadan ayirdi. Do'stlarimdan, ailemden, meningdan go'zal arzu armonlarni kutib, tatliq hislarga cho'milib yashayotgan ota-onamdan, qarindoshlarimdan ayrildim. Endilikda hammasi meni unutdi. Mendek bir vaqtsiz to'zigan, dard kipaylamay o'zini har ko'yga sog'an ozg'un bandining bu jahonda yashaganligini unutdi. Mening tuyuqsiz yo'qolib ketishim ular uchun hech nima bo'lmagandek, mana endilikda kasal azobi bilan asta-asta bu dunyodan vaqtsiz ko'z yumishimmi ular uchun hech nima emas. Men nima degan baxtsiz inson. Men qadrlaydigan, mening qadrlashimni qabul qiladigan, meni qadrlaydigan birma odam yo'q. Aşk günü yeni bir qitim qarqolning o'zimga sunilayotganligini bilib, Radinaning uydan qochib chiqqandan keyin bu notinch shaharga qadam bosdim. Mashindan tushib turib qoldim. Nega berishim kerak? Nima qilishim kerak? Endi u mudhish qaplagan shaharga qayta qadam bosishmi, oilamga qaytishmi men uchun tez edi. Shundala o'zimning endi haqiqiy yagona odamga aylanganligimni, hamma narsamdan ayrilib qolganligimni his qilyotdim. Yotadigan yotqinmi, menga tarbiya qiladigan do'stlarimmi, endi bo'lsa meni mushu holga akilib qo'ygan kishilarmi, qiladigan ishmi yo'q. Ichim qop-quruqli bo'lib qolgan edi. İxtiyorsiz ko'zlarimdan yoshlar taramlab tushishga boshladi. Quyoshning illiqligi, bahorning go'zalligi men uchun endi nima?
Qish bo'lamdi, yoz bo'lamdi, gullik bo'lamdi, cho'llik bo'lamdi, endi men uchun baribir. Menga jon kerak. Gerçi senin bulgangan tuncu qadamni xato elib, hayotning agir to'qay yo'llarida nima qilishimni bilmay tentirab qolgan bo'lsam-mu, vaqti kelganda hayotlik menga o'xshashla shuncha qadrli edi. Maqsadsizla aylanib ko'cha avtobus bekatiga kelib qoldim. Avtobusning eshig'idan ichidagi tiqilishib o'tirgan notanish kishilar ko'rinib turibdi. Bularni ko'rib, menga birdilla boshqacha xiyol kirib oldi. Menga shu azoblarni, dard hasratlarni ato qilib, meni mushu holga akilib qo'ygan ishlarni birdan bo'lsa o'ylamaslikka tirishdim. Faqat yuragimni muziltayotgan u shaharda yashagandan menga yot bo'lgan bu shaharda yashab boqay degan niyat bilan ko'cha avtobusiga chiqib, bosh o'ringa kelib o'tirdim. Xuddi biri meni majburiy avtobusdan tushirib yetirgandek, o'rindiqning yo'lanchigini chingida tutib o'tirib oldim. Avtobus qo'zg'aldi. Atrofimga qaradim. Ana, hamma notanish kishilar so'g'uq hissiyot bilan menga qarashmoqda. Birdilla ota-onam esimga kelib, mengam zingildab bir ochiq og'riq kallamga o'tib ketdi. Men nim bo'ldim, ha? Shu muhabbatning qo'liga aylanib qilib, endi boshqalarning yurtida musofir bo'lamanmi? O'z ota-onam turib, ota-onasi yo'q, yetim bo'lamanmi? Shunday qilib, faqat hayotimni saqlab qolish, bu notanish shaharda hamma ishni qaytadan boshlashni maqsad qilgan jafoliq kunlarim boshlanib ketdi. Oldi bilan shahar markazining olat joylari bo'lgan bir joydan uy ijara olib o'tirdim. Yenimda Radinaning uydan o'g'irlab olgan 5000 yuan pul va 20 bo'loq neshi bor edi. Oldi bilan neshini kishi diqqat qilmaydigan bir joyga tiqib yushirib qo'ydim. Bir haftami tezli o'tib ketdi. Men ish izlab yurib, bir xanzu ayol ochgan kiyim setish do'konida prikazchik bo'lib ishlashga boshlagan edim. Gerçi halal emgek bilan o'z kunimni xushal o'tkazayotgan bo'lsam-mu, vujudimdan qishning asosi ketdi. Ko'ngil xotirlarimda saqlanib qolgan ruhiy va jismoniy azob uqubatlarga qo'shilib, meni yana bir azob holsizlantirmoqda edi. Balkim bu Xudoning mening qilgan etgan, shu gunohlarimga bergan jazosi bo'lsa kerak. Shu kunlarda nafas olishim tezlashib, o'pkam xirildaydigan bo'lib qoldi. Bir xil ansizlik ichida Xudodan gunohlarimga tövbe qilib, menga salomatlik berishini, oxirgi umrimda bo'lsa-mu, ota-onamning amgikini qilib olib, ulardan savob olishimni tilashga boshladim. Ammo ozroqli kuchab qo'ysam nafsim qisilishib, hasrab ho'midab ketishim meningda xeyli masala borligini isbotlab turibdi. Bir kuni do'konda ishlab etib, qattiq yutilib, nafas olishim qiyinlashib bo'lolmayla qoldim. Xo'jayin ayol mening bu holimni ko'rib, meningdan ansirab qolgan edi. Mening unlig'inimga unamay, majburiy doktorxonaga olib keldi. Men bo'ldimki, mushunda xirildab meni tekshirayotgan doktorga xeyli ikkilangandan keyin mushularni deyaladim. Doktor chiroyimga bir qarab qo'yib, tanishishni elib, mening maydamga qo'ydi. O'pkangiz yallig'lanibdi, dedi doktor jiddiylashib. Tezroq davolanib oldin olmasangiz, endi kechiktirmang. Doktorning bu gapini anglab, to'lim ruhsiz holda turib qoldim. Bu kasalning paydo bo'lishi mening ruhimni texmi tushiribdi. Barg'ancha to'silayotgan hayot yo'llarim yana meni qandoq sinmoqchidir? Yana yetarlik jafo mushaqqatlarga, dard hasratlarga, azoblarga duchor qildi. Normal insonlik mehr muhabbatga zor qildi. Hissiyotimni, aql hushimni xuniklashtirib, har zabunlikqa qo'ydi. Hayotdan, insonlardan bezor qildirib, aroq ichadigan, nasha chekadigan holatga akilib qo'ydi. Ajiba, mushularni yetarlik emasmi? Kesilimni bilgandan keyin, buningdan keyin qanday qilish to'g'risida to'liq o'ylab, tuzakrakmi uxlayolmadim. Ammo xiyollarim hayotimga o'xshashli nishonsiz, amalsiz edi.
kechi chasrab hömüdep, öpkem xırıldap yutilib, xeylig'icha qiynaldim. Әтісі teğmi qalayım qalışıp ketken kallamni təst kütürüp ornumdan turdum. Şu tapda hiç nimani o'ylag'im, xiyol qilg'im yo'q edi. Faqat bir yuyunib elishim niyat qilib munchiga kirdim. Hor chiqib turgan issiq suv yuragimdagi dard dog'larimni birdamlik bo'zimi qo'g'lab chiqardi. Issiq suv xush yaqqan sari suvni texmi ko'p tushirib, ko'zimni chin yumib, xiyollardan o'zimni ner qilishga tirishdim. Suv sharildab tushatdi. Rahatlanib ketayotgan eg'ir badanimga, boshqalar tarafidan bulg'angan badanimga shiddat bilan uriladi. Badanim bo'shib ketdi. Texmi ozoda, texmi yenik bo'lmoqchi bo'lgandek, attir supimni badanimga kuchab surkidim. Qayta xuddi zimmamga yuklangan eg'ir azoblarni, dard hasratlarni, ozg'unliq tatqiq etib, sodir qilgan gunohlarimning hammasini yuvib chiqarib etmoqchi bo'lgandek surkidim. Ko'zimni echib, butundan sirg'ib eqiyotgan supun aralashgan suvga tikilib qaradim. Pak suvga nadomat qolgan bir ozg'un qalb egisining ahvozorliq ko'z yosh qo'shilib ketgan edi. Hayotning har bir inson tortishadigan sirliq yerlari bo'lganligi uchunla insonlar har qancha jabr jafo ko'rsimi o'z hayotligi uchun tirishib tirmishdi. O'z turmushiga yarasha umid tiklashib, shuning uchun hayotini beg'ishlaydi. Hayotning qiziqimi shu yerda ekan. Mustaqan yurak. Mazkur asar To'qqizsaroy munbiridagi Aziz Emir Yong'inning Mustaqan yurak nomli asar bo'lib, ovozga elib tayyorlig'ichi o'rin To'qqizsaroy ovoz tahrirlash ishxonasi. Asarning ishlatish huquqi To'qqizsaroy to'r bekitigi tava. Amdikimizga hurmat qiling. Eg'ir hasrash, o'tganning yaqinsiz xirildishi, qalbimning cho'nqur qatlamiga singib ketgan dard hasrat, azoblar mening hamrohim, sirdishim edi. Kechalarda ashu qorong'u menga zulmat kabi tuyg'u berib, tenimni, ruhimni shurkindirdigan, titirdigan yolg'iz yotog'imda o'zim yakki yegona eg'ir hasrash, yutilish bilan saharlargacha, hatto tonglargacha azobdan yo'lg'inib, urib chiqaman. Achchiq xiyollar denizda qachonlardir ko'zimga uyqu ilmashqanligini sezmayla qolaman. Atsi ko'chadagi kishilarning varang-cho'ringi, mashinalarning signallari bilan ko'zimni yirtib echib, uyquga qonmagan jismimni past qo'zg'alaman. Andin harg'in va bo'shashgan putlarim bilan ish o'rnimga boraman. Gerçi kechichi yaxshi orom ololmaydigan bo'lsam-mu, kunduzi xizmat vaqtida amal va eng ruhli qiyofatim bilan xaridorlarga yaxshi muomalada bo'lishga tirishatdim. Ammo turib qistab kelgan yutalning meni qiynishi bilan qiqilib yutilib, xuddi o'pkam og'zimdan etilib chiqib ketadiganday tuyg'uga kelib, azoblanib ketdim. Hammadan menga alam bo'ladigini, men eng zo'r tirishchanligimni ko'rsatgan bo'lsam-mu, yana shu nejis narsaning iskanchisidan qutulolmadim. Har kuni kech kirganda xumarimning qattiq tutishi bilan qo'limga yana ashu Radinaning uyidan o'g'irlab chiqqan nashni elib, titragan qo'llarim bilan o't yoqib, qattiq cho'nqur sumiratdim. Her qitim sumirganimda o'pkamning qattiq qiqilishi bilan ko'zlarimdan taramlab yosh eqib, butun badanlarim bo'shishib, boshlarim qayib, nihoyatda echinishli tusga kirib qoldim. Radinaning bu oqdek yomon emas deganlari qurib ketsin. Hammasi o'xshash zaharkan. Odamni ich bag'ridan qiynab, jonni olar mal'unkan. Oqqa o'xshashlar tushkunlikning manbasi. Hayotlikning, yoshlikning zavalligi xotimasi ekan. Mening aslim va vaslim. Nemishqimi muhabbat to'zg'iga duchor bo'lgandiman? Nemishqimi jahonning hovliqini ko'rib o'tadigandiman? Bir necha kundan keyin do'konda kirgan xaridorlarga yangi keltirilgan moda faslliq kiyimni alayda maqtab berayotganimda nejis yutal yana qistab keldi.
Ammo bu qitim oldingi qitimga o'xshamaydi. Bu qitim qattiq yo'talganimda og'zimga qonsiz bir suyuq tushib yerga tükürdüm. Qip-qizil qon aralash tükürgan edim. Onundan qo'rqib, aram turishimga tuyuqsiz beshim qiyib, shu yerda yiqilib tushdim. Bir chaqda ko'zimni ochib, o'zimning do'kon ichidagi omborda yotganimni sezdim. Xo'jayin Xanzo ehtimalim meni mush yerga akirib qo'ygan bo'lsa kerak deb o'ylab, asta o'rnimdan turdim. Butun badanimda mag'durdan asar yo'q edi. Putlarimni aran yo'tkab tashqariga chiqdim. Xo'jayin mening chiqqanimni ko'rib, bugun qattiq cho'chib ketganligini, mening aslimga kelguncha qaytib bir necha kun orom elishimni aytdi. Men xo'jayin bilan xo'shlashib, taksi kira qilib, o'zimning oshi yigani turmamga qaytdim. Nemishqikin bugun o'zimni xuddi shu tapning o'zida o'lib ketadigandek. Endi qayt kunning seriqini, hayotning lazzatini, kelgusini ko'ramayla bu olamdan xo'shlashadigandak tuyg'uga kelib qoldim. O'zimni endi yolg'iz, tanha his qilayotdim. Karvatda ko'zimni yerim ochgancha o'yga tushdim. Xiyolga patqan siri qo'rqish hissiyoti qalbimni chulg'ab, meni qattiq andishiga soldi. Amalba yaxshi ishlarni o'ylashga, yaxshi kunlarni o'ylashga tirishsam-mu, xiyollarim menga bo'ysunmagandek atay qorong'u taraflarga elib ketdi. Qanday qilishim kerak? Bugunni o'tkazib olsam, balkim ati yaxshi bo'lib ketishim, kayfiyatim o'ngishib ketishi mumkin. Ammo har qancha qilsam-mu, hozirgi jiddiy, halqumliq hissiyotdan qutulolmay vassam. Shu daqiqada tuyuqsiz kallamga bir aql, yo'q, ruhimga bir nur tushgandek sezdim. U bo'lsa-mu mening g'amlarimni ilgari tang tortishgan, menga olamcha g'amxo'rlik qilgan do'stim Sabina edi. Men telefonimni elib, uning telefon nomerini bekitayotganimda, ishkilinib telefon knopkasini besishdan nachchirat to'xtab qoldim. U balkim mendan qattiq og'ringandir, mendan qattiq umidsizlangandir. Mening o'zgarib ketganligimdan menga qattiq norozi bo'lib, mendan nafratlangandir. Yo'q, u cho'qim undaq qilmaydi. U bu qitimni cho'qim menga tasalli berdi. Xamushlik hislarimga darmon bo'ldi. Onunga telefon qilishim kerak. Uning nomerini besib urdim va telefonni qo'limga yaqin tutib turdim. Telefonda lirik naqsh sadosi yangramoqda edi. Ayol o'tmay suyimli do'stimning zil sho'x ovozi anglandi. "Voy, kim?" Uning ovozidan qattiq hayajonlanib, hech qanday inkos bildirolmadim. "Voy, kim u? Gap qilmasangiz qo'yib o'taman-jimi?" Uning sho'x mijozi texicha bor edi. Uning deganini qilmoqchi bo'ldi, qilmaydigan xarakterini bilgachga, uning telefonini rostini qo'yib o'tishdan ansirab javob qaytardim. "Sabina, qo'yib o'tma, bu men." "Siz qalay?" U cho'chigandek qilib vaqiradi. "Adash, sen hayotmisiz?" "Men texi hayot adash. Seni bekmi sevdim. Shu topda nadisan?" "Men keyin deb beray." Uningga hozirgacha o'zimning o'rnimni oshkorlashni to'g'ri ko'rmadim. "O'zing qandaqroq turyapsan?" Uning bilan birdan ahvollashgandan keyin o'zimizning boshqa ishlar to'g'riliqmi, hissiyotlarimiz to'g'riliqmi paranglashdik. Aradan ozroq o'tib, tuyuqsiz esimga Akbar kelib qoldi. Qandaq maqsadda bo'lganimni o'zimmi bilmayman. Ammo tuyuqsiz uningdan so'rab beqishni o'ylab, "Adash, Akbarchi, u qandaqroq?" deb so'radim. "U Akbar u..." Uning ovozi birdilla bo'g'uq va xira chiqib, o'silib qilishga boshladi. "Demamsan? Mayli degan bo'lmasa." U birdilla mishildab yig'lab turdi. Buningdan ko'nglim qattiq shumliqni sezib, oldirab ko'chilab so'rashga boshladim. "Adash, demamsan? Akbar to'g'riliq so'rasam mishildi qilib turding-ku." "Jinim adash,
Ekber tugab ketdi. U shundoq deb qattiq esladib yig'lab ketdi. Qo'lim bilinar-bilinmas titrab, bir tomchi yosh ko'zimdan manzilni bo'ylab eqib tushdi. Shu topda hech qanday inkos qaytarishni, hech qanday hissiyotda bo'lishni bilmadim emas, hatto xudimni yo'qotib, jimibli ketgan edim. U sana bir xotirani berib qo'yishini aytgan. Sana degan gaplar bor o'xshaydi, dedi Sabina birdamlik yig'idan keyin sal pasayib. Xotira? Onun o so'zidan aslimga ozroq bo'lsa-mi kelib, inkos qaytardim. Ha. Sen hozir nima shahardimi? Yo'q, boshqa shaharda. Amsa, men sana avatib beray. Onunğa adresimni aytib berib, qisqala qilib xo'shlashgandan keyin telefonni qo'ydim. Bu menga nima kerak? Akbar, mening mushundaq vayron bo'lishim bilan hamma oxirlashib bo'lmasmidi? Sen nimishqa mendan burun ketib qolgansan? Hamma ishlar mendek ozg'un banda bilan birga kesib bo'lmasmidi, Akbar? Sen nimishqa hayotning, yoshlikning, dunyoning ne'matlaridan bunchalik xo'shlashsan? Sening vijdonsizliklaring sening o'limingga sabab bo'lolmaydi-ku, Akbar. Sening bo'lsa yaxshi kunlaring oldingda emasmidi? Nimishqa ko'z yumg'ansan, Akbar? Zodi nimishqa, Akbar. Ko'z yoshlarim o'pkamdan qisilib, qiyiqilib yutilishlariga beparvo holda marjondek to'kiladi. Ko'z yoshlarimdan o'zimning nima uchun yig'laganligimga, nima uchun azoblanganligimga javob topolmadim. Hech qanday inkossiz, unsiz, ifodasiz, hissiyotsiz yosh to'katdim, uratdim. Bu dunyodan yana bir qitim nollik zararlatdim. Qismatlarning buncha azobli bo'lishiga echinatdim, o'kinatdim. Bir necha kundan keyin Sabina avatgan posulkani topshirib elib, qizargan ko'zlarim bilan xotirni varaqlashga boshladim. Xotirning beshida 5 bo'lakka bo'linib, oz-ozdan yozilgan xatlarni ko'rishga boshladim. Ko'rishdan burun avval esimga Akbarning eng oxirgi qismasini keltirib, uning oshi ko'zlarini o'ylab turib, cho'nqur bir tiniq elib etib ko'rishga boshladim. Bugun men hayotga, dunyoga hammaga taslim bo'ldim. Ko'z oldimdan quyoshmi, oymi, yulduzmi o'tishga boshladi. Endi menga duch keladigan g'oyat zo'r umidsizlik va hayotning xotimi umidlar. Doktordan o'zimning yurak kasalining oxirgi bosqichga berib qolganimni, eng ko'p bo'lganda 6 oy yashayoladiganimni bilganda, o'lmadim, ammo eng ajalli zarba o'tishim bo'ldi. Shundoq. Men hayot bilan, turmush bilan, hamma bilan xo'shish oldim. Odam har vaqt o'z-o'ziga men cho'qim nurg'u ishlarni vujudga chiqaraman, cho'qim deb ilhom berib, madadlanib, ishonchga to'lib hayotga ma'nilik qarish ekan. Ammo taqdirning chaqchiqi, bo'libmi eshib ketgan chaqchiqi odamning go'zal orzu-armonlariga qumchechib, yolqinlab turgan, intilib turgan hissiyotlarini barbod qilib, baxti uchun solgan o'lini ko'kka so'rib tashlaydi ekan. Natijada odam hammadan quruq qilib, bitmas-tugmas azobga, nadomatga duchor bo'ladi ekan. Butkul vujudini, ruhini, ingini umidsizlik, azob, tushkunlik qoplaydi ekan. Men endi ketish oldida hammani rozi qilib maqsad kerak. Hech kim men uchun azoblanib qolmasin. Men uchun kulib, xuddi men tug'ilganda kulganda kulishni orzu qilishim kerak.
ularga ishonch, ruh ato qilib, yorug' dunyo uchun texnik ko'p ajr singdirib, natija yaratishiga oz to'la bo'lsin, turtki bo'lsin kerak. Shundoq. Oxirgi minutlarimda oxirgi qarorlarimni chiqarishim, hayotimdan xulos chiqarishim kerak. Hal oyga etdim. Men eng o'chkirdigan qiz o'g'illar o'tirsidagi saxta, aldamchilik aralashgan muhabbatni uning oldida iqror qilmoqchi bo'ldim. Men bakmu xohlamay turib uningga sizni o'yinchi qatorida ko'raman dedim. Bilib turibman. Ashu so'zning qanchalik tasda eg'zimdan chiqqani o'zimga qanchalik hasrat nadomat ichida, qanchalik g'eriblik, miskinlik, vijdon azobi ichida ekanimni bir o'zimni bilaman. Ham shunimi bilamanki, uningga elib kelgan dardning qanchalik cho'nqir bo'lishini, uni qanchalik azob selishimni, uni qanchalik yig'ib qo'yib, qanchalik qiynaydiganligini bilaman. Ammo men uni majburman. Canım Xalqay. Sizni qat'iy azobligim, yoshda kuzgim yo'q. Sizni mangu baxtli qilsamkan, mangu kuldirsam-kan deyman. Lekin mening ketib qilishimdagi sizga yakligan qolgan azobga qoldirgan qaraganda, hozirgi mushu azob balki xilal yengil ve vaqt agish unutilib ketadigan bo'lsa kerak. Va balki xato o'ylagandirman. Ammo o'ylaganimning to'g'ri bo'lib chiqishini to'liq umid qilaman. Chunki mening xol oyni mangulik azobga qoldirgim yo'q. Uni vaqtning o'tishi bilan bu azobni unutib, yangi baxtini tepishiga ichimdan tilaydim. Xudo uni murodiga yetkazgay. Kechir, jinim Xalqay. Seni azoblaydigan bo'ldim. Seni dard o'tida puchildirdigan bo'ldim. Meni kechir. Bugun uni ko'chma xabarlash zalida uchirdim. Uning menga diqqat qilmagan fursatdan foydalanib, uningga zansilib qaradim. Uning ko'zlaridan texichi dard qushqinlari yaltirab turadi. Uning chiroyidagi mayuslikdan, uning azobdan qaynab, unsiz yoshlik o'tgan yosh iznomini ko'rdim. Shu daqiqa pushaymon va azob tangli qalbimda o'xshab, meni yana bir qatim ruhsizlantirdi. Shu topda uning qishiga berib, haqiqiy ahvolni aytib, uning meni kechirishini o'ylasammi, uning haqiqiy ahvolini bilgandan keyin texim azob petishini ta'sirdi. Xalqay. Mening güzel oyim bo'lgan Xalqay. İkimizning taqdiriga to'liq echinaman. Zarlanaman. Ammo rahimsiz taqdirga bo'ysunmoqdan boshqa amal yo'q. Ve belki mushu usul orqali taqdirga taqobil turayotgandirman. Uning meni sezib qolishini ansirab, menga yolg'ondan qizoq bo'lib berayotgan oldimdagi qizga qaradim. Uning qarashi menga tasalli bo'lib turdi. Va darhol u to'lamoqchi bo'lgan pulni men yenimdan chiqarib to'ladim. Keyin qarsam, Xalqay chiqib ketib qoldi. Uning ashu oxir qismasini ko'rolmaganimga qattiq ichim. Rahimsiz taqdir. Yo'q. Men butunlay xato o'ylagan o'xshayman. Men hayotimda tunji qatim bundaq aqlsizlik qilganimni, meni shundoq pushaymonga qo'ydigan ishni qilishini o'ylabmi boqmabdi ekanman. Men o'z hisiyatim bilan bo'lib, Xalqayning taqdirini o'ylashmoqdiman. Uning meni ne qadar suydiganligini, menga ne qadar oshiqligini o'ylabmi boqmabdiman.
Uning azobga bardoshlik berolmay tushkilishini, yomon yo'llarga kirib ketishini tushimga kirgizib boqmabman. Bugun og'inamning telefonini elib, Xaloyning ma'lum restoranda erlar bilan o'tirishib ichayotganligini anglab, beshim qaydi. Xaloy, nemishqimi bunday qildigansan? Nemishqa o'zingni qiynaydigansan? Yo'q. Hamma gunoh menda. Uni azob qo'yib, mushuklarga duchor qilgan gunoh menda. U mensiz qanday qismatlarni beshimga keltirib, azob qiynab yurgan. Men tezlikda u yerga bordim. Uning ichayotgan yerdan tortib oldim. Ammo ablaqlarning tayoqlariga chidashlik beramadim. Yanada u meni qutqizib oldi. Uni sirtqa elib chiqib, nurg'un gaplarni deyishni o'ylagan bo'lsam-mu, ammo vijdon azobi, gunohkorlik hissiyoti tilimni ojiz qilib, meni zuvansiz qilib qo'ydi. Men uningga bir eg'iz, hatto bir eg'izini ko'ngilsizlikni qilolmadim. Xaloy, meni kechirgin. Men seni baxtingni vayron ayladim. Yoshligingni g'azan qildim. Men haqiqiy eng asabiy gunohkor. Mana bugun men doktorning diagnozi belgilangan eng yuqori muddatdan 4 oy ortiq umr ko'rgan kunim. Balkim Xudoning menga rahmi kelib, meni uzoqroq kunning serpin ko'rishga nasib qilganchar. Ming shukr. Ammo men uni yo'qotib qo'ydim. Men Xaloyni yo'qotib qo'ydim. Uni izlamagan yerim, barmagan joyim qolmadi. Salomatligim og'ir darajada ozishib ketgach, uni davomli izlashga noiloj qoldim. Nelergim ketkensen Xaloy? Meni tashlab nelergim ketkensen? Shu topda qaysi joyda o'zing yakka yegona oyg'idan murib yurdigansan? Sening mening mushu hayotimning oxirgi minutlarida yenimda bo'lishingni bakmi orzu qilardim. Ammo meni yana hasrat qoldirib, nelarga yurdigansan? Ko'zimga bugun quyosh boshqacha ko'rinmaydi. To'lim nurliq. Quyoshning bunday nurliq, ortiq bo'lganini burun ko'rib boqmagan. Qalamni to'lim tasdiqda mudirlatib, oxirgi tushuniksiz o'ylarimni qoldirmoqdaman. Endi kulaman. Kulishning sababida misqol xushallik yo'q. Belki taqdirning azoblariga qinib kulyapman. Davomli kulaman. Yana kulaman. Akbardir. Xatni qanday o'qib bo'lganimni bilmayman. Bari kuchimni chiqarib, xuddi kichik chaqlarimda boshqalar menga azor berganda vaqirab yig'lagandek, to'limi o'nlik ovozda yig'ladim. Butun jismim tavrinib, go'yo bo'rondagi kichik qushdek to'lg'inib, zarlanib yig'ladim. Pushaymon, dard, azoblarni biroqla to'kib etmoqchi bo'lgandek kuchab yig'ladim. Ko'z yoshlarim qo'limda qetib qolgan xatni bo'ldab, ko'zda so'lgan guldek so'lashdi. Canım Akbar, bana burunroq aytsang bo'lmasmidi? Mening har qancha azob tassam-mu, oxirgi minutlarga sen bilan birga bo'ladiganligimni o'ylab boqmadingmi, canım Akbar? Dunyo nima degan rahimsiz? Taqdir nima degan echinishlik, ha? Xamush miskin men chehram zabran. Ruh qushum samada qaqalmay qanat. Shunga men uchun hamma qahritan. O'zimmu, dunyomu, hattoki hayot.
Qismetim şu bolğaş, közlerimde yaş. Yürgüm hasretten laxtı kan. Azapqa hemrahtur men basqan qadam. Nadamet patqiqi çöktürgen tamam. Barçadan ayrılıp veyrani boldum. Men nadan insan men g'aflatga patqan. Bilinar shunchalik razil va so'g'uq. Quyoshning bag'ridan yaqqan zimiston. Rahimsiz hayotning do'qonlarida ayrıldım en aziz söygen canımdan. Bu dertlik azaptan yutkunum zehir. Çiğrigen tuygular yalmap qeynimdan. Şundak o ketdi. Мәңгі kelmesdi ketdi. Men g'oyibona uning kaynidan qarab, hijronda talmirib turdim. Azapning endi мәңгүlik ekanligini jazmlashtirdim. Shundaqla mening davomli yashashimning hech qancha roli yo'qligini sezdim. Hayotdan, dunyodan, turmushdan, hammadan umid uzdim. Endi mening davomli yashab turishimning o'zi ahamiyatsizlik edi. Hozir birdan-bir qila oladigan ishim o'limni saqlab turish edi. Bir necha haftaga yotoqqa so'nib elib, bir bulonda tugilgancha hech qanday ifodasiz o'ltirdim. O'zimning nima ish qilayotganimni anqiramay-aytdim. Ochliqdan ko'zlarim to'rilishib, beshim qayg'anlarda biror tishlamdan gapli bo'ldi qilatdim. Aynakka qarab, o'zimning aftidan aylanib ketishdan qo'rqatdim. O'rqlab bir teri bir ustixonli bo'lib qolgan edim. Axir o'zimning zodi qanchalik yashayolmaydiganligimni bilib olish uchun ayni vaqtda ko'ringan doktorning qishig'iga ancha-muncha oddiy pardaslanib bordim. Tekshirishlardan keyin uning bilan ko'rishib, ahvolimni so'radim. U to'liq mayuslangan va o'ksingan holda bayon qildi. Sizga o'tganda haqiqiy diagnoz ahvolini aytmagan. Sizni oziqlanishda badan chiniqishda aktiv bo'lsa, balkim texmi bardoshlik beralar edi deb o'ylagandim. Lekin sizning bundaq o'zingizni tashlab ketishni xayolimga keltirmabdimi? Siz operatsiyaning eng oxirgi bosqichlariga berib qolibsiz. Balkim yana doktorning so'zlari tugamayla o'rnimdan turib, kaynimga qayrilib chiqib ketdim. Hamda doktorxonadan ayrildim. Bir hayotliq hayot tarafidan ana shundoq asta-asta unutilmoqda edi. Hayotning eng rangdor bezaklari bo'lgan insonlar aslini, o'zini, naslni unutishning azobli ekanligini bilishib turibmi, yana unutishmoqda va unutish uchun tirishmoqda edi. O'limning dahshatli eg'zida turayotgan mush paytlarda vaqt menga to'limi uzun, to'limi asta o'tib ketayotgandek bilinadi. Xuddi Xudoyim gunohlarimga tövbe qilg'izish uchun meni qiynayotgandek har bir kunni o'tkazmakim nihoyat tasga tushyotdi. Akbarning xitini ko'rgandan keyin hayotlikqa bo'lgan eng oxirgi umid shamlarimni kuyib, ruhim tushib yuragim tilinib ketdi. Bütün vücudum halsizlanıp, hayattan yaşashga endi zarrachilikmi umid topolmay, o'z yurak tevishimni tinchab turib, endi o'zimning mushunda holda o'lib ketadiganligimga ishonib qoldim. Mayli, o'lsam mushun atilish joyda o'lay. Hayotda men tatishqidek nima bor? Hayot turishim zodi nima zaruriyat uchun? Arqadan o'zimning shuncha bola javr jafolarni tortib, xo'rliqlardan pushilib erishganimning mush qismat bo'lganligidan hayron qoldim. Shu topda holim bakmi xarob edi. Yetdir qosh tanholiq ilkida turib, go'zal bolalik davrlarimni, hech nimadan g'amsiz, sho'x kulib o'ynab yurgan chog'larimni, Akbarning men uchun bergan qurbonligini, sap sevgi muhabbatini aslab, o'zimning nodonligimga urib, echinishli ovozda unsilib yig'lab ketdim.
Lekin hech kim mening yig'imni tinglamaydi. Hech kim menga tasalli bermaydi. Shundala o'zimning boshqalar tarafidan tamoman unutilib, haqiqiy turda yolg'iz yagona qolganimni bilmaydi edim. Oxiri berib ko'nglim tamoqqa tatmaydigan bo'lib qolgan edim. İştahayım tutulup ketdi. Şundaq bo'lg'achqa, tenim ojizligancha, butun vujudimni chirmab turgan kasal meni texmi bo'saq qilishga boshladi. Vaholanki, mayli men qanday holat qiyilinib turay turmay, shahar bora kecha jimjitlikqa cho'mmakdi edi. Bu jimjitlikqa kimlarningdir xushliqi, kimlarningdir jafo mushaqqati, kimlarningdir ko'z yoshi singan bo'lishi mumkin. Ammo kimninkini kim biladigan, o'zimni bilmayman. Mening biladiganim o'zimning nadomati, pushaymani. Uyga yolg'iz bekinib elib, sirtqa chiqmay karvat so'zilganimcha to'g'risiga qarab, eg'ir nafas elib, holsiz yotmoqdaman. Sirtda biror shak tivish anglab qolg'idek bo'lsa, xuddi Azroil jinimni og'ili kelgandek his qilib, ko'zimni tasta ochaman. Allıburun öz güzelligini yo'qotgan nursiz ko'zlarimda hayotdagi barliq narsalardan umidsizlanish, yana qandaqdir hayotdagi nimalargadir tortishish so'z ifodalanib turibdi. Xuddi Azroil qo'lini tutgan odamning hayotga bo'lgan tortishishidan qilishmaydi. Akşam shundoq shirin tush ko'ribdiman. Atrof odamning ko'nglini ozodalikka to'ldiradigan oppoq qarg'a purkangan edi. Axloq, nurg'un kishilar oxirangni poklikning simvoli deb qarashidi. Zamin asli pok. Qor yog'ishi bilan bu poklik texmi julamaydi. Oq qorni g'ijildatib dastigini chiqib Qarda nurg'un kishilarning oyoq izi. Shu izlar ichidan qalbimni larzaga solgan bir izni izlamoqdaman. Poklik deb qariladigan qor ko'kdan tushib, kishilarning oyog'iga chaylanishga duchor bo'ladi ekan. Ya poklik degan dafsanda qilishlar ichida o'zining nuroniy qiyofasini namoyon qilib turadi ekan. Ana, avu o'rindiq. Avu tunish yo'l. U yerda Akbar bilan ikkimiz bir-birimizga tatliq pichirlashib o'tirgan emasmidi? Shu tunish yo'llarda qatorlashib mengib, muhabbat beg'imizga gulsiz bo'lgan edik. Birdalla yurgim etishdi. Yana ketaman. Bir chaqda nihoyat surlik, vahimalik bilinadigan bir joyga kelib qoldim. Qabristonlik ekan. Bu yerga nurg'unlagan o'liklar ko'milgan. Qalay? Tuyuqsiz birning chaqirishi bilan o'rnimda turib qoldim. Bu ovoz yurak qalbimni larzaga selib, meni o'z mavjudligimdan ayirgan suyumlik oshig'im Akbarning ovozi edi. Lekin u qinikina. Akbar! Akbar! Bar ovozimni chiqarib, uning ismini to'g'lashga boshladim. Zamin aks sada qaytirib, ovozimni ko'k qahriga etdi. Butkul zamindan aks sada ovozi anglashga boshladi. Akbar! Akbar! Ko'zimni chim yumib oldim. Qor uchqunlari shiddat bilan yuzimga urilishga boshladi. Muz tutgan yuragim, muz tutgan qalbim sovuqda lag'ildab titraydi. Lekin ko'zlarim Akbarni izlaydi. Atrofga umid, intilish bilan baqatdi. Tuyuqsiz qo'lim issiq bir qo'lning tutishi bilan illishga boshladi. Cho'chib qarab edim, Akbar menga illiq kulimsirab qarab turardi. Menmi uningga qarab kulimsirdim. Xuddi o'zimning kulishini biladigan hissiyotli odam ekanligimni tunji qatim his qilib ketgandek. Huzur bilan, shodlik bilan Akbarga to'ymay qardim. Uni endi yo'qtib qo'yishdan ansirgandek, uning qo'llarini texmi chang tutib oldim. Qalay? Sizni bak seg'indim. Akbar, men sizni bak seg'indim. Sizni so'yiman. Men sizni so'yiman. Uning kishi qalbiga shirin tuyg'u beg'ishlag'uchi lazzatlik issiq lavlarimni tatliqqina so'yishga boshladi. Qalay?
sizni bek uzun izledim. Oxir sizni topdim. Endi meni tashlab ketmang. Akbar, endi hargiz undaq bo'lmaydi. Men endi mangu sizga hamroh bo'laman. Qalay? Biz ketaylik. Yiroqlarga ketaylik. Kishilarning dard hasratlari bilan bitgan, kishini judolik azobiga solg'uvchi, qon yosh bilan to'lgan bu makonda ayrilib, yiroqlarga ketaylik. Akbar, men har doim siz bilan birga. Sizni mangu suyaman. Tuyuqsiz osmonni qop-qora tumanlar qoplab, zamin qorong'ulik qo'yniga cho'mkaldi. Qalay? Jurum, tezroq bu makonda ayrilaylik. Muz chiqqan yuraklarimizga davo bo'lguchi illiq bir makonga ketaylik. Akbarning qo'liga ching yepishib uni quchoqladim. Birdilla vahimalik bir ovoz anglanib, biz turgan yer yerilishga boshladi. Akbar ikkimiz qop-qora tumanlar orasida bir-birimizga ching esilganimizcha yerilgan qop-qora bo'shliqqa o'zimizni atdik. Bu yer qandoq esil makon, ha? Akbarni ching quchoqlab qattiq yerda to'pig'i melinib yotsam-mo, men uchun, Akbar uchun eng rohat, xotirjam yer mushu yer ekan, mushu makon ekan. Muqaddas makon degani kishilarning azizlagan, qadrlagan yerlari edi-ku. Birovlarning go'zal, yeshillik to'lgan yezillari, birovlarning sayohat uchun tomosha qiladigan egiz tog'lari, birovlarning rango-rangligini his qildiradigan markaziy shaharlari. Darvaqa Akbar ikkimiz yotgan mushu yer allaburun kishilar tarafidan unutilgan, nazardan qolgan, o'liklar bilan to'lganligi uchun unutilishga boshlagan bu joy Akbar ikkimizning muqaddas makonimiz. Xotima. O'lim tashvishlari meni har bir agiganda, meni beqib qatorga qo'shqucha nurg'un jafo mushaqqatlarni boshdan kechirgan ota-onamning mehr muhabbati kuchayib ketdi. Ularni ko'rgim keladi. So'zlashgim, bir vaqtlik tomoqni ular bilan birga o'tirib yedim. Ularning hidlarini to'ymay purg'im. Butun dunyoning illiqligi mujassamlangan qo'llariga boshlarimni silab keladi. Balaliq chog'larimni seg'inib ketdim. Balaliq. Balaliq. Sen qalsang, onang qo'g'lab turgan. Tamoq yemisang, dadang zo'rlab og'zingga tiqib turgan. Qo'llaringdan mahkam tutib, kiyimlaringdagi to'plarni qiqib turgan. Azroqla ingrab tashlasang, tunurga harorat ato qilgan mangzingga yiqib turgan. Butun atrofing zish ota-onalik mehri bilan to'lgan. Sen xuddi havoni sumirgandek uningdan xohlagancha bahramand bo'lasan. Nadi sen balaliq asliminlarim? Kichik chig'imda onam mening ichim pushqidek quchoqlagan. Dadam yuzlarimga, mangzimga men zerikkidak so'ygan. Ko'chada qaynoq bozorda meni ko'tarib olib, qo'llari telib ketgan. O'ynab harg'inimda yugurib berib, to'pchan kiyimlarim bilan o'zimni onamning quchog'iga etib, kiyimlarini meynat qilib etgan onamning xafa bo'g'iniga qarab qaqoqlab kulgan. Asliminlarimga g'arq bo'lgan holatda kasallik chirmab turgan tatrang'i chiroyimga kulki yugurdi. Bundaq kulish uzoq vaqtlardan buyon mana endi men nisib bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bu kulga shirin bir xiyolning ta'mini edi xolos. Shunga bu shirin xiyol qalbimga bir yo'riqlik tashlab yiroqladi. Chiroyimga, ruhimga kasallik azoblari bostirib keldi. Shuning bilan ko'z nurlarimdagi ota-onamning siymosi yiroqlab, g'uvalab oxir g'oyib bo'ldi. Qadrli dada, Jenim ana, nima kunlarni ko'rvatadigansizlar? Mendek bir arzimas, ozg'un qizalning dardida nim bo'lib ketgansizlar. Meni kechiringlar. Men sizlarga yuz kelmayman. Shularni o'ylab, eng oxirgi qitim ovozimni chiqarib, dada, ana deb vaqirmoqchi bo'ldim. Ammo hozir mening nima vaqirg'idek majolim bo'lsin? Shunga mening vaqirishim amaliyotda dada, ona degan zaif nola bo'lib ifodalandi. Hayotlik yana o'z yo'li bilan davom qilyapti. Xushallik va qayg'ular uning bir mazmuni bo'lg'ashqa,
bir insonning mundaq azob uqubati hayotlikning qadmini sal-pal ostiltishig'ini to'sqin bo'lolmaydi. Badanlarim bakli mag'dursizlanib ketgan bo'lib, o'rnimdan turib harak qilishga aralli mag'durim ketdi. Mana endi o'tirishim ig'ir keladigan bo'lib qoldi. Yerda sitsam putim telib ketdi. Tik o'tirsam belim og'rib, badanim besilib bo'lolmaydim. Yostiqqa tayinib o'tirsam qo'lim birdan telib bardashlik beradi. Yenim yer tatib turadi. Yetvog'imni kelib turadi. Bütün badanim, yuragim muzlab ketgan. Bu yurak o'zining sovuq harorati bilan butkul jismimni to'ldirib etmoqchi bo'lgandek meni dammadan qiynatdi. Vaqt tun nisbiga kelgan chog'da men uchun hayot oxirlashmoqda edi. Og'riq azobida to'liq qiyilinib, qayta echinishib emirdim. Bir narsani mahkam tutmoqchi bo'lgandek qo'llarimni tasti ko'tarib, barmoqlarimni yig'dim va holsizlanib yana yetib qoldim. Intayin so'g'uq bir nafasda hayotlikni tark etgan holda tong suzilishga yaqin uyquga ketdim. Hayot yana o'z izida davomlashib, insonlarning bir ko'zidan yosh, yana bir ko'zidan kulki oqtirmoqda. Ashundoq yosh va kulki ichida nurg'unlagan insonlarni oprida qilib, yana nurg'unlagan insonlarga fani sharobini o'tlatmoqda. Hayotning zanjiri uzildi. Chegilgan uningga hasratlik kunlar. Azob va tashvishdan alvida aytib, davolg'ub uzoqda qoldi qismatlar. Hayotga chirmishib ketar qayg'ular. Qayg'udan o'ksinib o'ksidi armon. Untilmas tush kabi shuncha qabohat. Adoqli umidlar katta bo'lsa ham. Hayotning ajabmo qismati to'la. Tapalmaz hech kishi undan tasalli. Katta ham süpsüzük ruhlar mı çırıp, elvida tuyg'ular qeni sanqi. Hayotlik bo'stoni qoldi cho'ldarib. Qalbni kizidu bir g'erib tashvish. Tashlandiq ruh kabi shuncha vayrona. Qadrsiz xasidak qurlunib kashmish.